Namoyish qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Namoyishga chiqishning hukmi nima? Payg'ambarimizning yoki sahoba kiramlarning namoyishga chiqqanligiga dalil bormi? Qiz ayollarning namoyishga chiqishi cheklanadi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Namoyishlar ma'lum to'pning ko'z qarashini ifodalash, bor ahvolni o'zgartirishni tashabbus qilish, hokimlarga nasihat qilish va zolimlarga besim qilish qatorliq chora usullarning biri bo'lish bilan birga har bir shaxsning va xalqlarning haqqidir. Bu xil turdagi harakatlar joiz bo'lib qolmay, balki ahvol va sharoitga, shundaqla vaziyat taqozosiga qarab mustahab yoki farz kifoya hukmida bo'ladi. Alloh taolo sizlarning oranglarda xayrli ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sadigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir, deydi. Alloh taolo yana sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'a chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar, deydi. Bir mashhur hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday deydi: qaysi biringlar yomon ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgarsin. Unuğa qadir bo'lolmasa, tili bilan o'zgarsin. Unuğa qadir bo'lolmasa, qalbida norozi bo'lsin. Qalbida norozi bo'lish iymonning eng ojiz darajasidir. Namoyishmi mazkur oyatlar va hadis shariflarda buyurilgan amr ma'ruf va nahiy munkar, shundaqla munkar ishni qo'li, tili va qalbi bilan to'sish, kuchi yetsa o'zgartirishdan iborat imoniy bo'lishning bir turidir. Amr ma'ruf va nahiy munkar vazifasi yolg'iz ado qilinganidek to'plashib kollektiv oldimi ado qilinadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ga bay'at qilinganda u zot munbarga chiqib xaloyiqqa so'zlab bunday degan: "Ey xaloyiq, men sizlarga boshliq tayinlandim. Halbuki men sizlarning eng afzalinglar emasman. To'g'ri qilsam menga yordam qilinglar, xatolashsam to'g'rilab qo'yinglar." Mana bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tunji xalifasining xalqdan o'zini nazorat qilishini talab qilganligi bo'lib, bu orqali tunji xalifa xalqning hokim ustidan nazorat qilishini va kerak bo'lganda to'g'riga qaytganga qadar besim qilish majburiyati borligini bekitgan. Buningdan xalqning hokimlarni nazorat qilish, ulardan hisob olish, ularga nasihat qilish, ezib ketsa uninga to'g'rini ko'rsatib qo'yish va besim qilish haqqi borligi ma'lum bo'ladi. Besim qilish gezi kelsa namoyish orqali vujudga chiqadi. Hijriyaning 36-yili yuz bergan Tugi urushidami Hazrati Talha ibn Ubaydullah, Zubayr ibn al-Awvam va Aisha radhiyallohu anha qatorliq zotlar boshchiligidagi necha ming sahoba va tabiinlar xalifa Osman radhiyallohu anhuning qotillaridan qisos ilinishni talab qilib, bu masalada xalifa Ali radhiyallohu anhuga besim qilish uchun ko'krak kirib chiqqan. Lekin tinch usuldagi bu to'g'ri va yo'lliq qarshilik ko'rsatish namoyish harakati vaqtning o'tishi bilan buzg'unchilar tufayli urushga aylanib ketgan. Makkada musulmonlar intayin ojiz chog'larda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobiy kiramlari maslahatlashgandan keyin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu planliq holda Quraysh mushriklarining so'rinlariga chiqib Qur'onni o'nlik tilovat qilgan, hatto ulardan tayoq yegan. Bunimi bir xil yolg'iz kishilik namoyish qilish shakli deyishga bo'ladi. Islom tarixida namoyishning misollari intayin ko'pdir. İmam İbnül Cavzi'nin bayan qilishicha, Hijriyat 458-yili Muharramning 14-kuni butun xalq do'konlarini taqab, qari qurralar va da'vatchilarning boshlamchiligida xalifaning qasrigacha yurish qilgan va Karx, hozirgi Iroq Kirkuk shahridagi Shia aholisining sahoba kiramlariga til uzatganligiga qarata noroziligini ifodalagan. Xalifa ularga odam avatib, ularning bu yo'lliq talabini qo'llaydiganligini va bundaq qilmishlarning qayta yuz berishiga ruxsat qilmaydiganligini aytib va'da bergandan keyin namoyishlar qaytib ketgan. Batilga va zulmga qarshi namoyish faoliyati olib berishning yo'lliq ekanligida aqli sog'lom ikki kishi ixtiloflashib qolmaydi. Bu sababdan islom shariatida emas, balki dunyodagi turli aqida va iqlimlarga, turli iqlim va davlatlarga tava har millat va irq mansublari, ya'ni butun insoniyat namoyish qilishni foydali deb qaragan va tarixdan buyon farqli shakllarda namoyish qilib kelgan va kelmoqda. Shundaq turuqliq buning hukmida munozirlashish hayron qolarliq ish, balki ahmoqonalik. Chunki xalqning o'z ra'yini ifodalab, o'zgarish talab qilish uchun go'yo dinimiz buni rad qilgandek,
qabul qilmaydigandek o'ylab dalil so'rab yurish ortiqcha ish. Biroq ba'zi davlatlardagi mustabid hokimlar o'zlarining hukmronligini turli e'tiroz va tanqiddan yiroq tutib, xalq bisimidan saqlanish uchun hokimlarga yantayoq bo'ladigan mollalarni, bo'libmi ba'zi salafiy iqim mollalarni namoyish qilish harom, salaflar namoyish qilib boqmagan, fitna, bid'at deb tashviq qildirgan bo'lg'achqa xalqlar qaymoqqan ahvollar bor. Vaholanki dinimizda namoyishni cheklaydigan biror ko'rsatma yo'q. Shunaqla namoyish qilish islomning biror asosiy prinsipi yoki shar'iy hukmiga zid kelmaydi. İslamның umumiy qoida prinsiplari uni rad qilmaydi. Shunga uning joizligi alohida ayrim dalilga muhtoj emas. Aksincha u munkar ishga qarshi turish va amr ma'ruf qilish doirasiga kiradigan yo'lliq ishdir. Amr ma'ruf va nahiy munkarni to'plashib qilishmi o'z navbatida Alloh taolaning yaxshi ishqa va taqvodorlik yordamlashinglar degan amrni bajo keltirishdan iborat. Shunga bu vaqtdagi har xil ta'tir tashviqotlarga parvo qilmaslik, shariatni burmalaydiganlarga quloq solmaslik, ishlarning ariq ko'rinishini tushungan asosda harakat olib berish lozim. Shuni ta'kidlash kerakki, namoyish va shuningdek ish tashlash, o'ltirib qarshilik ko'rsatish va to'plashib yurish qilish qatorliq norozilik bildirish faoliyatlarida islom aqidasiga yoki axloqiga zid shiorlarning to'llanishidan yoki cheklangan ishlarning yuz berishidan saqlanish, shunaqla qiz ayollarning erlar bilan surkilish bo'lmasligiga, qizlarning ota yoki valilaridan ayollarning erlardan ijozat so'rab chiqishiga, ammoning mol-mulkiga ziyon solishdan saqlanish qatorliq shart va adab qoidalarining tepilishiga rioya qilish kerak. Ayollarning namoyishga chiqishiga kelsak, ular dinimiz ko'rsatgan o'lcham bo'yicha kiyinib, ommaviy so'rin adab axloqiga rioya qilgan asosda zulmni tunutish va norozilik bildirish uchun chiqsa, shariatda cheklama yo'qdir. Lekin qizlar otasi yoki akasi qatorliq valilarining eri bor ayollar erlarning ijozatini olib chiqishi shart. Chunki namoyish norozilik bildirish vositasi bo'lib, zolimga besim qilish va zulmga norozilik qilish vositalarining biri xolos. Hargizmi cho'qim chiqmasa bo'lmaydigan va chiqmaganlar qattiq gunohkor bo'ladigan umumiy jihad chaqiriqi emas. Umumiy jihad chaqiriqi bo'lmagan paytning ahkomlari chaqiriq paytidagi ahvolning hukmlaridan farqlidir albatta. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.